Xon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Qarang, jak mashinalariga va bundan tashqari boshqa mashinalarga ham anaqangiz bor ekan, zapchastingiz bor ekan. Zapchastlar bor ekan. Xo'p, sizlar video klip chiqarmayotgandingizlar, men sizlarga taklif beryapman, video klip chiqaringlar, har kun nima ekanligini odamlar ko'rsin YouTube'ga. Keling, bo'lsa hozir obzor qilib bering, o'zi nimalaringiz bor va har kun qo'yib borishga harakat qilamiz. O'zini tanishtirib o'ting-a. Xo'p, Popolku tanishaylik. Obunachilarimiz qaranglar. Sirojak aytgandek, bir boshdan ko'rsataylik. Tepadan boshlab, polni hammasi jakni zapchastlari bu taraf. Xo'p. Jak G7, Jak GS6, Jakning yengil mashinalari, mikroavtobuslar, minivenlar, gruzovoylarini deyarli barcha turdagi zapchaslari mavjud. Misol uchun ko'rsatib o'tamiz. Qarang, birinchi popolku kelaylik. Keling, bugun sal popolku boshlaylik. Bu tarafda jak mas shekilli adashma. Yo'q, umumiy. Umumiy, ha? Universal. Moylar, antifriz, aksessuarlar. Bu hammasi GMga ham, Xitoyga ham hammasi ketadigan zapchastlar endi. Tepa. Bu hamma qimmat tovarda sizlardami? Yo'q, Bozordan qimmatmi? Yo'q, bozordan ko'ra arzon bizdagilar. Xo'p, rost yolg'onligini telefon qilinglar, rostmi yolg'onmi aytasizlar, kommentariyada ham yozasizlar keyin. Xo'p, qayerdan boshlanadi? Xitoy mashinalariga zapchastlar. Keyingisi mana shundan boshlanadi, Xitoylik. Polni Jak GS8, ya'ni 7 vestalik yengil mashinalarimiz bor, crossoverlar. Xo'p. Ularnikidan boshlangan mana. Jak GS8. Ha, GS8. Crossoverlar. Crossover. Ha. Bu yog'i ketadi mana. Jak M3larniki. Misol uchun bunisi nima hozir? Yozilgan shu yerda. Qayer yozilgan? Qarang, bu Xitoyda ham anaqa bor. Bu poddelka versiyami, sex versiyami, zavodskoy versiyami? Xo'p, Siroj aka. O'zi ham men bilaman, nejdini savollar beryapman. Endi men sizga bir ko'rsatib o'taman. Ko'pchilik olib ko'rsatay. 3 xil, 4 xil turdagi zapchasti, misol bitta oddiy zapchasti 3 xil, 4 xil turdagi versiyasi bor. Xo'p. Original, ya'ni zavodskoy, undan keyingisi kopiyasi bor, uni analog kopiya bir xil narsa. Sexda. Xitoydagi 3 ta 4 ta sexlar chiqaradi. O'shanga qarab turib sifatiga qarab o'zgaradi. Misol bu originali mana. Bitta oddiy farqini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda QR kodi bor mana. Bu zavodskoy. Yaqinroq ko'rsating-da. QR kodi bor. Ana shundan zavodskoy ekanligini bilib olsa bo'ladimi shunda? Upakovka, jak upakovka bilan keladi, lekin bir xilga sexlar chiqaradi, upakovka ham jak. Xo'p. Nu, mana QR kodni chiqara olmaydi. Ha, bunisi ko'chadi mana qarang. Originalda mana. Originalda ko'chadi. Originalda ko'chadi bunisi. Ha, poddelkasida yo'q. Mana misol unga qo'shimcha qilib ko'rsatib beraman. Xo'sh. Sizdami ekan? Endi bu hozir nima uchun so'rayapmiz? Har xil tovar bor. Xitoydan keladigan tovarlar, sexniki bor, ko'chaniki bor, zavodniki bor. 4 xil 5 xillari bor. Keyin men o'zim zapchast yurganimda ko'rgandimki, pasti bir xil ko'rinadi. Lekin ana yurganida yoki chidab berishida farq qiladi, to'g'rimi? Materialda farqi bor, vesida farqi bo'ladi. Misol oddiy uchun bamper mana. Bu yoqda 2 xil, 3 xil bamper bor, mana ko'rib turibsizlar. Bittasida ko'pchilik Xitoy mashinalariniki. Hammasi Xitoyniki. Misol mana bu Chang'an Benbendiki. Aha. Elektromobilniki. Bularda ham analogi bor, original varianti bor. Uni ham farqi bittasini misol vesi og'irroq, ikkinchisiniki yengilroq bo'ladi. Xo'p, mana shu nimalarni men eshitganman, bir nechta savol eshitganman. Kraskaligi bo'ladimi buni? O'zi kraskalab kelingan. Yo'q, Xitoydan keladigan barcha kuzov detallari bez kraska bo'ladi. Agar kraskali kelgan bo'lsa, uni yechib yuborishga bo'ladi. Xo'p, qaranglar, sizlar faqatgina, значит, по списку olib kelib qo'ygan tovarlaringiz bor va o'sha tovarlar bo'yicha ishlaysizlar. Faqatgina dostavka, postavka degan narsalaringiz bormi, yo'qmi? Bor hammasi. Hozir misol do'kondan tashqari kimgadir qanaqadir mashina zapchast kerak. Misol uchun Lidik yoki Zikirdik. O'sha detalni yoki mashinamizga VIN raqamini beradi. O'zini kodlari bor. O'shalarni bizga beradigan bo'lsa, nima detal aynan o'shanga kerak. Shuni biz через zakaz keltiramiz. Agar hajmi kichkina bo'ladigan bo'lsa, bir haftada yetib keladi samolyot bilan. Agar kattaroq hajmli bo'ladigan bo'lsa, 15-20 kunda kargo bilan keltirib beramiz. Xo'p, yo'q zapchastlar bor. Endi bizda jaklarda deyarli bir 90% zapchasi bor. Hozir endi video bo'lmaydi, faqatgina jak dedik. Demakki sizda faqat jak zapchasi bormi? Yo'q, buni mana hozir aytib o'tdik. Elektromobillar ham bor misol. Elektromobillar. Keling, brendlar bir ozgina sanab o'taylik. Хотя бы eng tez ketadigan qismda bor. Misol uchun kolodka bo'lishi mumkin, filtr bo'lishi mumkin, moy filtri bo'lishi mumkin. Nimalar bor? Misol uchun qaysi mashinalarga bor? Xo'p, misol uchun Jetaurga bor, BYDga bor, Kiaga bor, Hyundaiga bor. Xo'p, undan keyingisi Dongfenglarga bor. Chang'an, Shinrey bormi? Ularga ham bor. Bor. Zo'r. Xo'p, video unaqa cho'zilib ketmaslik uchun aytmoqchiman. Bu taraf polkangiz men tushundim, что Xitoy mashinalari ekan.
O'zbekistonda 90, menimcha 96% mashina hali-haligacha ham GM. GM shunaqa. Xo'p, GM zapchastlar bor. Bu taraf mana полностью GM. Xo'p. Bu taraf GM bo'ladigan bo'lsa, endi mendagi konkretniy savol. Hop. Sifatiga garantiya bormi? Narxi qimmatmi, arzonmi? Xo'p, aka qarang, bularda ham GM da ham xuddi shu narsa aka. Aha. Sifatiga qarab, firmasiga qarab narxlari o'zgaradi ekan. Misol, Usekaniki bor, oddiy mana kalotka. Xo'p. Texaniki bor. Superqu bor. Bundan keyin Ester mana kalotkalar bor. Uchalasini sifatida farqi bor, narxida farqi bor. Misol, oddiy kalotkada. Boshqa zapchastlarda ham xuddi shunaqa narsa. Yo'q, endi bunaqa narsa bo'ladi-da, kimgadir sifatli narsa kerak, sal qimmatroq. Kimgadir paka sal anaqa qilib olgungacha, o'ziga kelib olgungacha vaqtinchalik yoki uyda bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Sal arzonroq versiyasi bor. Bormi shunga solishtirib berishga? Bor. Mana xohlasa arzondan, xohlasa qimmatdan. Mana xohlasa arzon edi. So'ra mana Texa qarang. 78 ming. Xo'p. Oddiy bitta kalotkasi. Superquniki, undan ko'ra arzonroq. Buniki 78 ming ekan, buniki undan arzonroq deyapti. Xo'p, mana endi Esterdiki bor. Xo'p, Esterdik kalotkalarmi? Короче, har xil versiyasida bor. Bor aka. Tushunarli. Bo'lmasam bu video cho'zilib ketmasligi uchun shu yerda tugataylik. Keling, har kuni obzor qilib, nimangiz bor, nimangiz yo'q, nima yangiliklar bo'lyapti, har kuni etib chiqarib borsangiz. Bo'ldi aka, kelishdik. Savollar bo'lsa, pastda qoldirishlaringiz yoki bo'lmasam telefon raqam qoldiramiz, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. GM zapchastlarimi yoki bo'lmasam Xitoy mashinalariga zapchastlarmi yoki bo'lmasam yetkazib berish xizmati bor ekan bularda. Avia dostavka, kargo dostavka hammasidan bor. Mashinik emasmi ish qilib? Yo'q aka. Voy, ko'rib turibsiz do'konimiz shu yerdagi. Bo'ldi. Xo'p. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishguncha.